Changshanlik Zhao bilan Zhang Dongning oliy valisi Sun necha marta tutcha olish mumkin. Yani bu ikkisidan zodi qaysi yomon? Alam marti jihatda. Endi uch parchalik haqida qissa nomli asarda bu yerda Changshanlik Zhao botirligi hammamiz bek tunish. Uning alam marti, yetti qatim büsüp chiqishi shunam bu jihatda biz bek yoqtirmiz. Endi faqat yangi uch parchalik haqida qissani ko'rganlar Chao Bawang Sun, ya'ni Zhang Dongning Sun aksi bu Sun'ning alam martining mu nayet yuqurluğunu uqmaydi. Bunu nimiş Chao Bawang deydi. Bawang degan asli kimdi? Bilamsizlar, bilinglar. Endi yemush parchalik haqida qissada buning qo'shin boshlab jang qilishning yuqurligi faqat so'zlab o'tkizdi. Yana bu yerda tushunsa, Yuanshuga ergishib yurgan vaqtida faqat 3000 lashkar bilan beriblar. Yuanshuning qolgan lashkarini faqat qo'rqitib ishlatmay turiblar. Eliq baliqni elib Yuanshu atlansin deb bütün ishni chestay bedirib kep buldi. Buningki qo'shin boshlab jang qilish martining yuqurligi mashinchalik isbotlangan. Endi ikkinchi bir yeri bu yerda tushunsa, Zhang Dong deylik qaslangan vaqtida to'shqonni o'laymaydi. Mushu vaqtida endi buning alam marti ayrim bir qatim tasvirlandi. Bu yorlangan turibmi, men 8-10 ning hammasini yana yer tushirdi. Albatta demak, navod tushunsa o'q tegmay saqob qolsa, bular uning o'ni chiqsimi qilchi raqib emas degan gap shunami? Endi mush orqali tushunsaningmi bir alam martining yuqori ekanligini biz ozroq his qildik. Zhang Dongda alam mart yuqori sanqullardan faqat 3 va ta'riflangan. Birisi o'sha tushunsa, ikkinchisi Tayshusi, uchinchisi Ganning. Endi bu yerda Sun bilan Changshanlik Zhao robro yuzma-yuz uchrashib baxmagan. Biroq Saosovning oliy sandig'ini Zhang Liao Tayshusi bilan 60-70 marta urushib yengish ayrılmagan. Bu yerda Zhang Liao'ni chekindib aketgan. Endi bu yerda Tayshusi bilan yana bu yerdagi Sun 100 marta urushib yengish ayrılmagan. Oxirida Sun ustunlikni egallagan Tayshusi'ni mag'lub qilay deb qolgan. Demek muşluğundan qarsak bu yerdeki Sun'ning alam marti Zhang Liao'dan ustunroq. Endi Zhang Liao bilan Zhang He'ni selishtirgan vaqtimizda Zhang He'ning martini Zhang Liao'dan ustunroq deb ta'riflaydi. Undan esa bu yerdeki Sun bilan Zhang He'ning marti ancha cho'ng farqi yo'q. Endi bu yerdeki Changshanlik Zhao Zhang He bilan robro tutishib baqqan. Bu ikkisi 3 qatim yakmak tutishdi. Nangshan jangida 30 marta urushdilar. Zhang He bu yerdeki Zhao Zulung'da yengilib qoldi. Qolgan janglarda bu yerdeki Zhang He bir qatim Zhao Zulung bilan urushib ustunlikni egallab baqmagan. Undan so'ng mashhurchi tahlil qilsak, bu yerdeki Chao Bawang Sun Zhao Zulung bilan 30 martamda 50 martamgacha yakmak tutisha oladi. Balkim jang 50 martamda 100 martamga uchirgan vaqtimizda Changshanlik Zhao Zulung Sun'ni mag'lub qila olishi tamamen mumkin. Ma taklifga qo'shilamizlar. Undaq bu uch parchalik haqida qissada oyaman, mo'mayaman, suvoy dimsam, avu, mavu, sen dimsam, oyaman, mayaman deb yonpash urib deb qo'ygan bo'lmaydi. Haqiqat gapni degan gapimiz bosh oxirini tahlil qilib, fakt isbotlar bilan so'zlab, mandaq aylantirib akaganda anon degan gap bo'ldi mana shundami? Shuni ba'zi jampa inshaalloh atkachilik qilib ketmanglar. Namada atkachilik qila oladigan bo'lib qolsanglar, zopin deb meni vaqt tartib. Mana hadi kitob sendan mo'j so'zlam kelma deb chiqiranglar. Men bir ko'ray. Sizlarga yurak turib pengunchini qo'yganini bilib, men qanday qilib o'tirgan. Endi yakmak urushga vaqtingizda boyaqi gap bo'yicha 100 martadan o'tida bu yerda Zhao Zulung Sun'ni mag'lub qila oladi. Biroq navada har ikkinchisiga 5000 dan lashkar berib, sap tuzib jang qilinglar deb qolsa, bu yerda Sun Zhao Zulungni mag'lub qila olishi tamamen mumkin. Sap tuzib lashkar boshlab jang qilgan vaqtimiz uchun. Shuning uchun bu yerda Sun'mi uch parchalik haqida qissatki 24 payxon borning ichida oldin 10 kira oladi. Yili Arjao San Yanwei Siguan Wuma Liu Zhangfei Huang Xu Sun Tai Yang Xiaohou. Yani bu yerda Sun hamcha 9-o'ringa tizilgan. Undan sonra oxiri sizlarga bir savol. Jianwei Saosovning sandig'ida Jianwei bilan Zhangfei mijoz o'xshib ketgan. Bu ikkisi yakmak tutib qolsa zodi qaysi yomondir? Ma'nazini qilgan do'stlar, meni Guanzhou qilib Pyongyangga o'shang deb izbrolar. Keyingi zopinda naq mushatki Zhangfei bilan Jianwei o'tirishgan so'zlab birma. Rahmat.